Oy va Marsdan kelgan ayrim kadrlarga qarab, odam bu tasvirlarga ishonishi qiyin. Ammo kosmik suratlar oddiy foto emas. Chang, soyalar, kamera shovqini va geologiya birga ishlaydi. Bugun 12 ta eng bahsli kadrni ko'rib chiqamiz va olimlar nimaga tayanib izoh berishini aytamiz. Oxirida esa eng ko'p odamni chalg'itadigan ikkita sababni aytib beraman. Bu kadrda Oy yuzasida bir zumlik chaqnash ko'rinadi. Eng oddiy izoh: Oyga kichik meteorit urilib, qisqa muddat yorug' chaqnash hosil qiladi. NASA kuzatuv dasturlari bunday zarba chaqnashlarni muntazam qayd etib, tasodifiy shovqin emasligini tekshiradi. Bahs shundaki, har bir chaqnashni nima urildi, qanchalik katta deb aniq hisoblash doim ham oson emas. Ba'zan kuzatuvchilar Oyda bir joyi qizarib ketdi yoki tutun chiqdi degan xabarlar bergan. Bu hodisalar o'tkinchi Oy hodisalari deb yuritiladi. Muammo: ko'p xabarlar takrorlanmaydi va nazorat sharoiti yo'q bo'lgan. Shuning uchun ilmiy bahslar kuchli. Shunga qaramay, Oyda zarbalar va ayrim gaz chiqishlari bo'lishi mumkin. Bahs faqat qanchalik tez degan savolda. Apollo va Surveyor kuzatuvlarida Oy ufqi yaqinida g'alati jilva, ufq nuri qayd etilgan. Izohlar ichida eng kuchlisi, juda mayda chang zarralari elektrlanib, ufq atrofida ko'tarilib, yorug'likni sochib yuboradi. Bu yer atmosferasidagidek bulut emas, juda nozik chang pardasi bo'lishi mumkin. Bahs esa mexanizm tafsilotida. Changni aynan nima va qachon ko'proq ko'taradi? Oy butunlay o'lik degan tasavvur hamma vaqt ham to'g'ri emas. Lunar prospektor o'lchovlarida ayrim hududlar, xususan Aristark va Kepler atrofida radon 222 izlari ko'ringani muhokama qilingan. Bu esa ba'zan yer osti gazlari chiqishi mumkinligini anglatadi. Ya'ni Oy ichida juda sust bo'lsa ham jarayonlar bor. Bahs: bu chiqishlar qanchalik kam uchraydi va ularni real vaqt rejimida qanday tutib olish mumkin? Oyda girdobga o'xshash oppoq chiziqlar bor. Ular krater ham emas, daryo ham emas. Eng asosli ilmiy izoh: bu joylarda magnit anomaliyalar bor. Ular quyosh shamolini bir xil urdirmay sirtning qorayish tezligini o'zgartiradi. Natijada yon atrof qorayadi. Ayrim izlar esa yorqinroq qoladi. Bahs shundaki, magnit pufaklar qanday paydo bo'lgani haqida bir nechta ssenariylar bor. Ayrim kadrlar Oy yuzasida teshikni ko'rsatadi, xuddi yer osti yo'li bor deb. NASA Elro tasvirlarida Marius tepaliklaridagi bunday chuqur osmon oyna bo'lishi mumkinligi aytiladi. Ya'ni qadimgi lava yo'li tomi qulab, og'zi ochilib qolgan. Bu g'alati ko'rinsa-da, vulqon izlari bo'lgan hududlar uchun mantiqli geologiya. Bahs: ichkarida haqiqatdan qancha uzun bo'sh yo'l borligini tasvirsiz turib aniq aytish qiyin. Marsda metan topildi degan xabarlar yillar davomida bahsga sabab bo'lib keladi. Curiosity ayrim paytlarda metan sakrashlarini qayd etgan, lekin orbital apparatlar, jumladan TGO, juda past yuqori chegaralarni ko'rsatib, metan deyarli yo'qligini bildirgan. Shu farqni tushuntirish uchun metan juda tez yo'qoladi yoki faqat mahalliy cho'ntaklarda paydo bo'ladi kabi g'oyalar bor. Hatto o'lchovlarning ishonchliligi va muhit sharoiti bo'yicha ham yangi tahlillar chiqyapti. Mars qiyaliklarida qora oqim izlari ko'ringanda ko'pchilik darrov suv oqyapti deydi. Ammo so'nggi yirik tahlillar bu izlar ko'pincha suvsiz, mayda changning ko'chishi, shamol va boshqa turtki sababli chang ko'chkisi ekanini kuchaytirdi. NASA ham IRIS tasvirlarida bunday izlar chang ko'chishi natijasi ekanini izohlab keladi. Bahs shundaki, hamma izlar bir xil mexanizm bilanmi, yo'qmi? Ayrim hududlarda sharoit boshqacha bo'lishi mumkin. Takroriy qiyalik chiziqlari yilning issiq paytlarida paydo bo'lib, keyin yo'qoladigandek ko'rinadigan ingichka izlar. Bir paytlar buni sho'r suvning qisqa oqimi deb o'ylashgan. Lekin topografiya tahlillari u ko'proq qum va mayda zarralarning oqimiga mos kelishini ko'rsatgan. Ya'ni suv bo'lishi shart emas, quruq qum oqimi ham shunday iz qoldirishi mumkin.
Bahs: har bir RCL bir xilmi va qaysi sharoitda quruq oqim suvga o'xshab ko'rinadi? Marsda chang girdoblari juda ko'p. Ularning izlari yerda uzun qora yo'llardek qoladi. NASA ayrim kuzatuvlarda girdob ustuni yuzlab metr balandlikka chiqishini ham ko'rsatadi. Bu esa kichik girdob emasligini bildiradi. Shu sababli ba'zi kadrlarda nimadir yurgandek ko'rinadigan izlar aslida atmosfera hodisasi bo'lib chiqadi. Bahs: chang ko'tarilishi Mars iqlimiga qanchalik kuchli ta'sir qiladi? Bu hali ham faol o'rganilmoqda. Janubiy qutb yaqinida o'rgamchakka o'xshash izlar bor. Kadrni ko'rgan odam darrov tirik narsa deb o'ylaydi. NASA izohi: bu kanallar muzlagan karbonat angidrid bahorda gazga aylanib, bosim bilan chiqib ketishi natijasida paydo bo'ladi. Hatto olimlar laboratoriyada shunga o'xshash jarayonni qayta yaratganini ham aytishgan. Bahs emas, ko'proq hayrat. Bunday jarayon yerda deyarli uchramaydi. Shuning uchun ko'zga g'ayritabiiy ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p tarqalgan kadrlardan biri Marsda eshik topildi degani. NASA ma'lumotida bu atigi taxminan 30 sm balandlikdagi tabiiy yoriq bo'lib, tog' jinslarida bunday yoriqlar Yerda ham, Marsda ham uchraydi. Kadrning eshik bo'lib ko'rinishi burchak, soya va odam miyasining shakl qidirish odati. Bahs emas, bu geologiya, ammo sensatsiya mexanizmi juda kuchli ishlagan. Bu 12 ta bahsli kadrni eng ko'p aldab qo'yadigan ikki sabab bor. Birinchisi soya va burchak. Quyosh qiyshiq tushsa, oddiy yoriq ham eshik, oddiy qiya ham oqim bo'lib ko'rinadi. Miya esa shakl qidirib ma'no topadi. Ikkinchisi kamera va qayta ishlash. Shovqin, siqish, keskinlashtirish va rang balansi mayda nuqtani chaqnash yoki tutun qilib ko'rsatib yuboradi. Shuning uchun fan bitta suratga emas, ketma-ket kuzatuv va bir nechta asbob daliliga tayanadi. Demak, bu 12 kadrning aksariyati noma'lum mavjudot emas, ko'pincha chang, yorug'lik va geologiya. Eng katta muammo shuki, bitta rasm ko'p narsani aytmaydi. Vaqt bo'yicha ketma-ket kuzatuv kerak. Sizni eng ko'p hayratga solgani qaysi kadr? Raqamini kommentga yozing. Qo'shimcha izohlar va kadrlarning asl manbalari Telegram kanalimizda.